Ey birodarlar, shunday odamlar borki, bekordan bekor sizga dushman bo'ladi. Hech yomonlik qilmaysiz, sizni yomon ko'radi. Nimaga? Ishingiz yurishyapti deydi. Qarang, qanday inson bu? Shu bitta xursand bo'lib qolsangiz bo'ldi, sizni yig'latishi harakatida bo'ladi. Bir amallab chalmoqchi bo'ladi. Qiyin. Bu dunyoda hayot bu deymiz-u. Ana shundaylar ichida yashaysiz. Musulmon, mu'min deysiz-u, musulmon mu'minni aksi u. U ko'chada yurgan kofirdan ham battar ishlarni